Assalomu alaykum, Migratsiya O'zbekiston ijtimoiy tarmoq obunachilari. Bugun sizlarga qurilish sohasi bo'yicha $2000 dan $3000 oylik maosh to'lovchi mamlakat haqida va ushbu mamlakatda qanday kasb egalariga talab kuchli, bir soatda qancha oylik maosh to'lashadi, bir kunda necha soat ishlanadi, bir oyda esa qancha oylik maosh bo'ladi. Mana shular haqida to'liq ma'lumot berishga, ushbu mamlakatga qiziqsangiz, qanday hujjatlar topshirish kerakligi va nomzodlarga bo'lgan talablar, yosh chegarasi, til bilish talabi bo'yicha qanday dokumentlar kerak bo'lishi va ushbu mamlakatga hujjat topshirganingizdan so'ng vizangiz necha yillikka berilishi va ushbu mamlakatni ish joyigacha yetib olguningizga qadar sizni hujjatlaringiz uchun, aviachipta uchun qancha xarajat ketishi haqida video davomida to'liq ma'lumot berib o'tishga harakat qilaman. Agarda sizga ushbu mamlakat va kasb yo'nalishlari yoqmasa, balki boshqa mamlakat haqida fikringiz bo'lsa, izohlarda yozib qoldirasiz. Balki keyingi video sizni fikringizni inobatga olgan holda bo'lishi mumkin. Ana endi ushbu mamlakat qaysiligi haqida to'liq ma'lumot berib o'taman. Siz esa video pastida yoqdi degan belgi bor, mana shu belgini bosib bizni qo'llab-quvvatlashda davom eting. Xo'p, bu mamlakat Isroil. Isroilda hozir qurilish sohasi bo'yicha ishlar juda kuchli va avj olib bormoqda. Bundan 5 yil oldin aynan Samarqanddan Isroil mamlakatiga ish yo'nalishlari va ish turlari bo'yicha ishga ketishlar boshlangan. Ayniqsa bular o'sha vaqtda enagalik sohasi, qariyalarga qarash va qurilish sohalarida edi. Hozir O'zbekiston bo'ylab qurilish sohalarida ko'pchilik Isroil mamlakatiga ishga jo'nab ketishmoqda va eng kerakli ish yo'nalishlari qurilish sohasida bu apolovkachi, armaturchi, g'isht teruvchi, payvandchi, plitka teruvchi, suvoqchi va bo'yoqchi. Xo'p, bilmaganlar uchun aytib o'taman. Apolovkachi bu apolovka o'rnatasiz, armaturachi bu armatura to'qiysiz, g'isht teruvchi bu g'isht terish, payvandchilik bu svarshilik, xo'p, suvoqchiligi bu deylik shpaklovka, suvoq bilan ishlaysiz, kafilni, klik, rotman mana shular bilan, bo'yoqchi esa emulsiya hamda kraskalar bo'yicha ishlaysiz. Xo'p, ana endi ushbu mamlakatda bir soatda eng kam oylik ish haqini aytib o'taman. Bir soatlik ish haqqisi bu 34 shekelni tashkil etadi. Isroilning o'zini pul birligi bu shekel deyiladi. 34 shekel hozirgi kunda $12 ni tashkil etadi. Ya'ni siz qurilish sohasini mana shu yo'nalishida 1 soat ishlab bersangiz $12 to'lashadi. Bir kunda 10 soat, 12 soatgacha ish bo'ladi. Agar 10 soat ishlasangiz $120, 12 soat ishlasangiz esa $140 ni tashkil etadi. Xo'p, ana endi bir kunda 12 soat, 10 soat ishlansa, bir haftada esa 6 kun ish, bir kundan dam kuni juma kuniga to'g'ri keladi. Juma kuni ishlamaysiz va dam olasiz. Xo'p, bir oyda esa mana shu kunlik ish haqqilarini faqat juma kunini ayirib tashlagan holda bir oyda qancha bo'lishini hisoblab ko'rishingiz mumkin o'zingiz oylik maoshlaringizda. Menimcha Isroilda bayramlar ko'p, ayni bayram kunlari ham ishlamaysiz va u kuni ham sizga oylik maosh yozilmaydi. Va Isroilga mana shu ish o'rinlarida hujjat topshirish uchun qanday talablarga mos kelish kerak? Bunda faqatgina erkaklar 25 yoshdan 45 yoshgacha bo'lishlari kerak, rus tilini bilishlari kerak muloqot darajasida. Xo'p, bizni Telegram kanalimizga kirsangiz, hozir ro'yxatdan o'tish ishlari boshlangan. Toshkent Yashnobod shahri monomarkazida Isroil ish beruvchilari bilan 8-9 iyun kunlari suhbat va amaliy imtihon bo'lib o'tadi. Mana shulardan xabardor bo'lib turish uchun, balki boshqa Germaniya, Angliya bo'yicha vakansiyalarga ega bo'lish uchun bizning Telegram kanalimizga obuna bo'ling. Xo'p, hozir sizga Migratsiya O'zbekiston rasmiy Telegram kanaliga qanday obuna bo'lishni ko'rsataman. Telefon orqali yozib olingan video ma'lumot. Xo'p, hozir plus Telegram, kimda Telegram bo'lsa, mana shu ilovaga kirib olish kerak. Mana shu ilovaga kirganingizdan so'ng bu yerda poisk tugmasini bosasiz, ya'ni o'zbekchada qidiruv, va mana shu yerda katta harflar bilan migratsiya deb yoziladi va bu yerda pastki chiziq O'zbekiston. Xo'p, yozganingizda O'zbekiston migratsiyasi kelib chiqadi. Mana shu Migratsiya O'zbekiston rasmiy Telegram kanalining ustiga bosganingizda bu yerda ishchi vakansiya Germaniya bo'yicha va balki Janubiy Koreya, Kanada, boshqa davlatlar bo'yicha, Birlashgan Arab Amirliklari va dunyo bo'yicha 30 ta davlatga yaqin mamlakatlar ichidan ishchi vakansiyalar taqdim etiladi. Oylik maoshlar, ketish xarajatlari hammasi to'liq aytib o'tilgan. Mana shu
bu yerda qoldirilgan havola orqali onlayn ro'yxatdan o'tish havolasiga kirib, ro'yxatdan bemalol o'tishingiz mumkin bo'ladi, agarda sizga qaysi tur davlatdagi bo'sh ish o'rni va vakansiya ma'qul kelsa. Xo'p, suhbat bo'ladi ish beruvchilar bilan nomzodlar o'rtasida suhbat qanday bo'ladi? Siz mana shu aytib o'tilgan yo'nalishlari bo'yicha bordingiz Toshkentga Isroil ish beruvchilari bilan imtihondan o'tish uchun va suhbat qilish uchun. Birinchi sizga aytiladi, ya'ni siz shpaklovkachisiz yoki bo'yoqchi yoki g'isht teruvchi. Oldingizda yilliktacha g'isht va rastvor bo'ladi, suvoq. Ya'ni o'shani ish beruvchilarning ko'zini oldida sivab berishingiz, g'ishtni terib berishingiz kerak bo'ladi. Shpaklovkachilar esa ko'rsatib berishlari kerak ishlardan namuna. Birinchi imtihon mana shu, ikkinchi imtihon esa rus tilidan suhbat bo'ladi. To'g'ri, Isroilning o'zini tili yevriy tili, lekin yevriy tilni o'zbekistonliklar o'rganishi bu o'zimizga umuman begona bo'lgan, hattoki bu til bo'yicha to'garak guruhlari ham juda kam. Deylik, Samarqandda borligini bilaman, boshqa viloyatlarda bormi yo'qmi bilmadim. Hattoki YouTube ijtimoiy tarmoqlarda ham bu tilni o'zbekchadan yevriychaga o'rganish uchun ko'rsatib o'tilgan to'garaklar yo'q. Shuning uchun til bo'yicha talab rus tilini tashkil etadi. Xo'p, Isroilda ko'p yevriylar bor. Isroil unaqa mamlakat deyishingiz mumkin. Isroilni 40-45% ni arablar tashkil etadi. Ya'ni arablar va u yerga ishga borgan chet el musofirlari. Xo'p, ana endi deylik ish beruvchi siz bilan suhbat qiladi. Suhbatga to'xtaladigan bo'lsak, xo'p, suhbatda aytiladigan va so'raladigan savollar. O'zingizni tanishtiring, rus tilida o'zingizni tanishtirasiz. Bu sohada necha yildan beri ishlayapsiz? Qaysi mamlakatlarda bo'lgansiz? Isroil haqida sizni fikringiz. Siz rus tilida sizdan so'ralgan savollarga javob berishingiz kerak bo'ladi. Xo'p, ro'yxatdan o'tganlar esa dokumentlarni topshiradi. Topshirilishi kerak bo'lgan dokumentlar bu, qarang. Qizil pasportingiz, 3x4 ko'rinishda oq fonda suratingiz kerak bo'ladi va keyingisi sudlanmaganlik haqida hujjatingiz kerak bo'ladi. Xo'p, ana endi oxirgi tugatgan ta'lim turingiz. Kimdir 11 yillik maktab bo'lsa, attestat, kollej bo'lsa, diplom, litsey, universitet, institut, magistratura bo'lsa ham diplomingizni topshirib ketishingiz kerak bo'ladi va hujjatlaringizga qo'shib testdan va imtihon va suhbatdan o'tganlar $500 to'lov qilishadi hujjatlari bilan birga. 3 oydan 6 oygacha bo'lgan vaqt oralig'ida sizga 5 yillik Isroil ishchi vizasi beriladi va ana undan keyin qolgan to'lovni qilishingiz mumkin bo'ladi va 5 yil xohlagan vaqtingiz Isroilga borib ishlab, xohlagan vaqtingiz O'zbekistonga kelib ketishingiz ham mumkin. Agarda har oy yoki har 6 oyda bir marta yoki 1 yilda bir marta kelaman deganlar uchun kelib ketish imkoniyatlari ham bor. Xo'p, ana endi ketish xarajatlarini, talablarini aytib o'tdim. Xo'p, Telegram kanalimizga a'zo bo'lsangiz, balki Isroil bo'lmasa Germaniya, Kanada, Norvegiya, Finlandiya, Shvetsiya, Niderlandiya, Daniya haqida, Avstraliya, Janubiy Koreya, Yaponiya mamlakatlari tomonidan taklif etilayotgan ish o'rinlarimiz bor. O'sha mamlakatlarga hujjat topshirishingiz mumkin bo'ladi, agarda sizga Isroil qiziq bo'lmasa. Xo'p, ana endi sizga to'liq ma'lumot aytib o'tdim deb o'ylayman. Keyingi videolarda ko'rishguncha salomat bo'ling. Sizlar bilan dunyo davlatlari migratsiyasi bo'yicha ma'lumot beruvchi Asadbek Hasanov